Davom etamiz Abdulloh. Abdullohga mana bu fe'lni qilib beramiz. Yabi'u fe'lidan bizga nimani qilib berish kerak? Amr buyrug'ini yasab berish kerak. Ha. Birinchi qiladigan ishingiz nima Abdulloh? O'zingiz ekran to'smang aka. Ha, bu yonbosh turib ko'rsatib turing. Ishimiz muxotobga aylantirish. Hop. Shunda bu tabiiy bo'ladi. Hop, undan keyin hop, harfimiz uni tushib qoladi. Birinchi ishni nimadan boshlash kerak edi? To'g'ri ketyaptimi? Ha. Oxirgi harfga endi sukun qo'yamiz. Sig'masa mana bu yoqqa keyin yozavering tagiga, tushunaveramiz. Strelkani pastga qilib qo'yasiz. Tabiiy bo'ladi bu. Hop. Undan keyin Strelka bu yoqdan burilib qaytib keldi. Qayrildi. hop, tabiiy. Hop, T harfimiz hasf bo'lib ketadi, shuning uchun Hop. butga alif qo'yiladi. Va Harfini hazf qilamiz. Nimaga hazf qilyapmiz? Ha, harf muzoriyat tushirib yuboramiz demaysiz. harfi muzoriyatni tushirib olamiz. Hop. Hop, bundan keyin bunga endi anaqa harakat qo'yish kerak. Bu yerda harakatni o'rtadagi harfga qaraladi. O'rtadagi harf kasra bo'lsa kasra, agar fatha yoki domma bo'ladigan bo'lsa fatha bo'ladi. Yaxshi, qani yozingchi. Oxiri amalda iste'molda nima chiqdi, qanday chiqdi buyrug'imiz? Shuni bizga yozib bering. Qolganlar ham yaxshi o'ylab turing-da. Chunki bekorga Abdullohni chiqarmadik bunga. Bo'ladi. Ha, tuzoq bor edi. Yo'q, qani yo'q. Keling, o'sha yozayotganingiz ko'rinmayapti-da kamerada. Ha. Hop, shu Hop, amr nima chiqdi? ibi bo'ladi. Bilmayman, qani kim tushuntirib beradi bizga? Qaysi jarayonda buzilish bor? Yaxshi emas. To'g'ri emas bu joy. Abdurahmon chiq. Ha, nima bo'lyapti? Yo tushib qoladimi? Qanday, nimaga tushib qoladi? Ikkita sukun ketma-ket keladi. Qani, qayerda ikkita sukun bo'ldi? Ko'rsatib ber. Mana, markerda ko'rsatib belgilab. Yoda i yo'q, u yo'q, a yo'q. Shunga qayerdir ma'noda sukun bo'lib qoldi. Qanaqa aynan sukun. Ikkita sukun kelsa, talaffuzda ham to'g'ri kelmaydi. Xo'p, biz doim bosqichma-bosqich deb aytyapmiz-ku. Ya'ni bir ishni qilganimizdan keyin undan keyin qilinadigan ish bor. Shu joyda biz xatoga yo'l qo'yapmiz. Buni to'g'rilaymiz hozir. Misol uchun, birinchi qiladigan ishimiz y'ni muxotobga aylantirdik, ta qildik. To'g'rimi? Abdulloh, keling, to'smay turing. To'smay turing. Qarang, ta qildik, tabiiy. Endi nima qildik keyingi ishimiz? Aynni sukun qildik, to'g'rimi? Barakalla. Xo'p, endi Nodir Abdurahmon aytgandek, mana bu y'imiz sukun bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi? Ham ayn sukun bo'ldi, ham bu sukun bo'ldi. Ijtimoiy sokinayn deydi buni. Bilamizmi? O'zbekchasiga nima bu? Ijtimoiy sokin. Ikkita sukun kelib qolishi. Saqlantirib, iltimos. Ikkita sukun kelib qolishi. Ha, ana, aka mikrofon bo'lsa eshitmaymiz aytdiki ovozingiz. Ha, ikkita sukun kelib qolgandan keyin mana bu illat nima qildik? Ha? Hazf qildik. Hazf qildik. Ana endi keyingi bosqichda qiladigan ishimiz nima edi? O'chiring bularni. O'chiring. Tushib qoladi. Hazf qilgandan keyinmi? Ha. Hazf qilgandan keyin o'sha yo tushib qoladi. Yo'mi, tmi? Yo. Bizda t-ku. Yo'q, bo'lmaydi. Ta tushib qoladi, hazf qilinadi. Aha, qani yozing endi. T'ni tushirib yozing. Biya bo'ladi. Keyin yo. Ikkita sukun bo'layotgani uchun yo'ni tushib qoladi. Endi aytmoqchi edik-da. O'zi tushunish kerak-da, Abdurahmon. Tushundinglarmi? Ha, bu yoqqa qarab gap. Aka, yuzdan ko'rinsang, iltimos. Endi bu bundan bi' so'zi chiqib keldi. Shuni
amri. Hop, shunda yabi'u so'zini amr holati bi'u bo'ladi. Hop, bu joyda nimani aytmayapmiz ham? Bekitmaylik. Yo'q. Bitta qoidani gapirmayapmiz. Biza mana bu harf muzoriyatimizni hazf qilganimizdan keyin undan keyingi harfga qaraymiz degan gapni aytmayapmiz. Muammo shunda bo'lyapti. T ni hazf qiluvdik. Nima qoldi bizda? Qaysi harf? Alif. B harf turibdi. B harfimiz agar harakatli bo'lsa, amr tamom deydi. Ruschasiga aytganda готов. Bo'ldi, tayyor amr. Biz uni boshiga i qo'yamiz, u qo'yamiz deb o'tirmaymiz. Chunki mana harfimiz harakati bor-ku. Tushundinglarmi? Tushunmayapsizlar. Qachon qo'yamiz u i'ni, uni? Mana bu harakatsiz bo'lgan payt olib kelib beramiz. Biz boshlay olmaymiz dedi-ku harakatsiz. O'shaning uchun qo'yib beramiz bunga. Bu yerda-chi bunda? Bunda nimasi bor? Harakati bor, deyin, amr tayyor. Tushundinglarmi? Endi tushundingizmi? Tushundim. Sen. Tushunmadinglarmi? Yaxshi. Xo'p, nimaga to'xtatamiz? Mana yad'udan kim amr olib beradi? Yad'udan nimadan deb qo'yadilar? Ha, Men olib qo'yaman siz. kim? Bo'ldi, Abdullo davom eting. O'chirib tashing. Bo'ldi, o'chirib tashlang. Bilib oldingiz? Vazifada endi fe'llardan amr olib kelamiz. Sizlar nechta kitobda o'qib qo'ygan bolalarsizlar? Hali 4 tadan, 3 tadan desa uyat bo'ladi. Har bittasiga 10 tadan fe'l topib turib, shulardan amr chiqarishinglar kerak. Birinchi qiladigan ishimiz, bo'linglar. Shu bosqichlarida gangisi gangi uramiz. Tushundinglarmi? Nima qilinadi boshida? Men bunga Vouch. vouch qilay. Kalimani oxirgi harfiga qaraymiz. Bo'linglar. Bu Oxirgi harfi, ikkovi nimani maslahat qilyapti? oxirgi harfi tad'u bo'lib, mana bu u botgan bo'lsa, Aha. uni sukun qilamiz. Uni sukun qilamiz. Bu to'g'ri aytyaptimi? Otabek ko'rmayapsiz. Ha deb qo'yapsiz. Birinchi qiladigan ish nima bu yerda? Haligi kallan uradi-yu. Muhabbat qilamiz. Hali shuncha gapirganingdan keyin baribir tushunmasa, Birinchi. ha, muxotob qilib bo'ldi, tad'u qilib bo'ldi. Aha. Oxirgi yana qani sukun qilamiz. Oxirgi harfni sukun qilamiz. Qachon? Yo'q, illatli harfki. Sahih bo'lsa, harfimiz sog'lom bo'lsa qilamiz bu ishni. Illat bo'lsa nima qilamiz? Sukun qilmaymiz. Illat tushirib yuboramiz. Bittada o bo'lsa, bu illatli harfni tushirib yuboramiz. Ha. Vouch. Nima aynga qo'rqyapsiz? Yozing o'sini aynni ustiga. Vovni tushirib yuboring, aka. Tani hazf qilib yuborasan keyingisida. Ha, ana. O ana, barakallah. Keyingisida Ha. Endi nima qilamiz? aynan shu tani hazf qilib yuboradi. Ta nima u? Qanaqa ta? Shu muxotob hazf qilib yuboramiz. Harf muzoriyatda aytinglar shuni. Hazf qilib yuboramiz. Ha, muzoriy harfini hazf qilib yuboramiz. Qiling hazf. Yozing. U bo'lsa, keyin shu anaqani sukunni oxirgi Shunda do dedi. Hozir jim bo'ldi. Otabek jim turing. Aka menga emas, yozing. Bo'ldi, fikrimizni yozing. To'g'irlash kerak, to'g'irlaymiz. Bo'ling. O'ylanmang. Bo'ldi, harakat qo'ying bularga. Ha. Nima bo'ldi? Ayting. Aytdim, u bola uxlayapti deb. shunda Yo, og'riyapti, yaxshilar. Ovozi ham chiqmayapti. ta harfi alifga o'zgaradigan bo'ldi. T harfi alifga o'zgaradi degan qoidamiz bormi? Ha. T'ni tushiramiz. Nodir gapir. Hasb bo'lib ketadi. Ha. So'zni boshi sukun bo'lgani uchun alif bo'lib ketadi. Nodir bormisa?
Alif olib keldik. Qanaqasidan qo'yaylik, Nodir? Senga qanaqasi yoqadi? Ayt. Tanlab ko'r. Nimaga u qo'yasan? Nimaga uni yoqtirib qolding? Chunki aynimiz bundan bo'lib Mashalloh, o'rtadagi ayn bobidagi harfni harakatiga qaraymiz. Agar u bo'lsa, U qo'yamiz. agar i bo'lsa-chi? I qo'yamiz. A bo'lsa-chi? I qo'yamiz. Qo'ying aka. Udao fe'liyasan. Ana Hamzamiz qat'iymi, vasliymi? Hamza qo'yilmaydi. Qo'yilmaydi. Ha, vasliy bo'ladi u. Nimaga? Chunki amr Sulosiy mujarradda amrlari vasliy bo'ladi hammasi. O'shaning uchun udkhulu bo'lsa, biz nima qilamiz uni? Vadkhulu deb o'qiramiz keyin. O'sha usi yo'qolib qoladi o'sha paytda, vasl bo'lgan. Xullas nima bo'ldi? Amr nima chiqdi? Ud'u chiqdi. Ud'u chiqdi. Yad'u fe'ldan ud'u. Esda qolyaptimi? Ha?